RTL TG80P degan. Mana suv chiqaradigan nasosi tiqirdab yotibdi. Buni ochsangizlar video chiqaryapti. Kanalim bor-ku bizning. Shunga qarab ko'rib keldingizlar vaqt bizni. Bo'lmasa açtık. İşte perik düşüp kalsa içinde taş var. Taş. İşte perik düşüp kaladı. Şunun için su çıkmıyordu. Ko'p kommentariyada yozib. Shunday, hozir buni quritib, ichini tozalab klaylayveramiz buni. Mana parrak Akfix, ana shunday klay ishlatamiz. Shu yerga klayni quyamiz. Keyin mana bunday qilib qistiramiz joyiga. Mana shunday qilib qistiramiz. 5 minut, 10 minutdan keyin qotadi. Yana motorga qistiramiz. Shu. Mana shunday klay ishlatasizlar. Pistolet klay ishlatsangizlar ham bo'ladi. 2 donali germetik ishlatsangizlar ham bo'ladi. Epoksit ishlatsangizlar ham bo'ladi. Mana klayni quydim. Shunday ko'rganingizda bunday qilib sepib olasiz. Shu. Mana suv soldim ichine. Mana endi slivni ishlatib ko'ramiz. Nasosning ishlashi. Ya ko'rganingizdek tiqir etib yotibdi. Mana tiqirdamaydi. Kimda ana shunday ses bo'lsa tiqirdi, nasosini ochib